Adovatingizni qarning ustiga yezing. Muhammad Yusuf. Kunlarning, oylarning va yillarning o'tishi bilan biz burun qimmatini bilib bo'lamagan nurg'un narsalarning qadriga yetyapmiz. Bo'libmi yeshimizning cho'ng'ishiga agishib, hayotning naqadar go'zal ekanligini va bu hayotda boshqalarni xush qilishning naqadar huzur halovatlik ish ekanligini texmi yaxshi his qilish fursatiga erishyapmiz. Navbatdagi virus balasi bizga ilgari biz ancha ko'ngil bilib ketmagan ko'plagan narsalarning ahamiyatini va qimmatini to'nitdi. Masalan, do'stlarni erkin ozoda ziyorat qilish, masjidlarda yon-yonga tizilib turish, qo'rqmay sirtqa chiqish degandek. Har kuni atiganligimizni Alloh taologa hamd sano etgan va uning bu go'zal hayotni ato qilganligiga shukr qilgan holda to'lib toshgan muhabbat va ijobiylik bilan boshlaganimizda shu kunlik ishimizning natijalik bo'lishini 50% kafolatlantirgan bo'lamiz inshaalloh. Chunki ijobiylik bilan boshlangan ishlar ko'pincha ijobiylik bilan tamomlandi. Sevgi muhabbat bilan hayotlik to'limi go'zal, to'limi lazzatli holga keladi. Boshqalarni kechirish, ko'ngildagi adovat va o'shmanlik qatorliq illatlardan qutulish hayotga texmi yaxshi tam qatadi. Chunki boshqalarni kechirgan, ko'ksini keng tutgan odam o'zining to'limi yengillashib qolganligini his qiladi. Boshqalarni kechira oladigan inson rostli kuchlik va irodalik insondir. Payg'ambar alayhisalom bu ma'noni bayon qilib, chelishdi yengan kuchlik emas, balki ochiq kelganda o'zini tutib olgan kuchlikdir deb ko'rsatgan. Kechirish va afu qilish ko'nglimizni rohatlantiradigan, bizni bearomlikdan va alamdan ozod qiladigan bir xislatdir. Boshqalarni kechirgan odam ko'nglida saqlab kelgan ochiqdan xalos bo'ladi. G'azab, nafratdan ozod bo'ladi. Kechirish orqali torliqdan kengirlikka, azobdan rohatga chiqqandek bo'ladi. Chunki biz boshqalarni afu qilgan vaqtimizda oldi bilan o'zimiz uchun qo'rqinchining o'rniga so'ygini, adovatning o'rniga keng qo'rsoqlikni tanlagan bo'lamiz. Bu bizning ma'naviy va jismoniy sog'lig'imiz uchun albatta foydali choradir. Agar biz kechirmaganda o'zimizni nafrat ichiga mahbus qilib olgan bo'lamiz. Chunki abu qilmaslikni qaror qilish deganlik o'zimizni azoblashni davomlashtirishga rozi bo'lish deganlikdir. Kechirish o'tmishning dard alamlarini dilimizdan o'chirib tashlaganlik. O'zimiz tanlab olgan g'azab nafratning kishilaridan o'zimizni ozod qilganlik va ko'ngil xushalligimizni qaytirib kelganlik bo'lib hisoblandi. Shunga siz dindoshlaringizga qarata adovatlaringizni, g'azab nafratlaringizni qorga yezib qo'yingki, nurli quyosh uni eritib yo'q qilib olsin.